kosmetolog bo'lganim uchun misol biz yuz terisi bilan umuman teri go'zalligi bilan ishlaydigan bo'lsak, birinchi ahamiyat beradigan narsamiz qizlar, men o'z podvalimga tushyapman. Birinchi ahamiyat beradigan narsamiz ichayotgan suvimiz va cho'milayotgan suvimiz. Demak, biz hozir qanday dadasi bitta ko'rsatib o'ring-da. Nima edi buning ichida? Mana bunday narsa bo'libdi. To'lgan edi. Ko'rsata olmayman men hozir. Demak, qaranglar, mana to'lgan ichi axlatdan, qanaqadir bakteriyalardan, mana butun boshli uyimga men mana shunaqa katta bir filtrni qo'yib qo'yganman. Demak, qaranglar, qizlar, nima demoqchi bo'lyapmiz? Biz ko'p kishi ichadigan joyida filtr qo'yishadi. Mana juda ham katta bak qilib biz shunaqa qilib filtr qo'yib qo'yganmiz. Bu butun tanamizga cho'milamiz, bosh yuvamiz, ichamiz, tualet qilamiz. Doimo shunaqa filtrlangan. Hozir mana yangi filtr qo'ydilar dedamiz. Bu narsa bor suvdagi bakteriyalarni ushlab qolib, bizga toza suvni jo'natib beradi. Demak, mana shunaqa yuz terilarimizga million kremlarga pul sarflashdan oldin e'tibor berishimiz kerak. Suv, imina suvimiz, ichayotgan suvimiz, yuvayotgan suvimizga mana shunaqa filtrlarni o'rnatishimiz kerak. Qizlar, bu narsaga ham e'tibor beringlar. Bu bizning podvalimiz, butun uyimizga tualetimiz, banyimiz, ichadigan suvimiz, umuman hammasiga birdaniga kattasini o'rnatib o'rganmiz, чтобы cho'milganimizda ham badanimizda shunaqa filtrlangan toza suv, teri qurimaydi, teri sho'ralamaydi, teri yosharadi. Filtrlangan suv juda ham bizni go'zalligimizga katta foydali tomoni bor qizlar.